Assalomu alaykum. Sifatli, yog'siz, mazali baliq topolmayapsizmi? Topganingizda ham qovurishda xatoliklar bo'layotgan bo'lsa, videoni saqlab qo'yib oxirigacha ko'rsanglar, hammasini ko'rsataman. Sizlarga tavsiya qilishdan oldin o'zim kelib baliq tutib, sharoitni ko'rib, baliq pishirib ko'rdim. Oilaviy do'stlar bilan kelib, ko'p baliq ushlab, maza qilib dam oladigan joy ekan. Videoni boshidagi qovurish uchun tutilgan baliqning omadi bor ekan, qochib ketdi. Yaxshi ham bu ko'lda baliq ko'p. 1 soatda 7 ta baliq ushladim. Ichidan o'zimga yoqqanini tanlab, baliq qovurishni boshladim. Baliqni tozalab olganimizdan so'ng ko'rsatilgandek qilib tepa tomondan ikkiga ajratib olamiz. Shunda qiltinonlar yo'nalish ko'rinib turadi. Yo'nalish bo'ylab ketsanglar, baliq yeganda tozalashga ancha oson bo'ladi. Baliqlarni bo'lib olgandan so'ng qozonga baliq ko'madigan darajada yog' solib, qizdirib qo'yamiz. Yog'imiz qiziguncha ushbu joyi obzor qilib beraman. Baliqlarning sifatliligini asosiy sababi maxsus alirako yemida boqishar ekan. O'zligini oshxonaligi ham bor, faqat baliq tutgan emas, shunaqa manzarada o'tirib, kilosini 90 ming so'mdan yesanglar ham bo'ladi. Baliqni tuzlab aralashtirmaymiz, ustini ho'llab olib, bir tekisda tuz sepib chiqamiz. Shunda shirasi chiqib ketmaydi. Ko'rib turganingizdek, yog'ni tekshirish uchun baliqni tekizib ko'ramiz. Shunaqa yog'i usti qizigan bo'lsa, baliqlarni solib qovurishni boshlaymiz. Baliqni yog'ga solganimizdan so'ng olovni pasaytirib, baliq katta kichikligiga qarab 3 daqiqadan 5 daqiqagacha tegmaymiz. Shunda baliq usti qotib oladi. Ko'rib turganingizdek aylantirganda ham bo'linib ketmaydi. Aylantirganingizdan keyin 2 daqiqadan keyin suzib olasiz. Shunda ustlari tillarang bo'lib, ichlari qurib qolmasdan qarsildoq bo'lib chiqadi. Hamma baliq ham bunaqa tillarang bo'lib chiqurmaydi. Tirik holatda yetkazib berish xizmatligi ham bor. Manzili va to'liq ma'lumotni pastda yozib qoldiraman. Videoni baliqchi va baliqni yaxshi ko'radigan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ayamasangiz xursand bo'laman.